Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve bihi nesta'in. Amma ba'd. Ushbu siz so'ragan savolda ulamolarimiz, ya'ni ahli sunnat val jamoat e'tiqodidagi ulamo ikromlar, ulug'larimiz aytishadiki, Muhammad sallallohu alayhi va sallamning barcha ummatlari katta gunohlarni qilishgan bo'lsa-da, iymonlari borligi uchun Alloh subhanahu va taolo bularni do'zaxda abadiy qoldirmaydi, do'zaxdan chiqaradi deb e'tiqod qilishadi. Shuni kitoblarimizga yozib ketilgan. Xususan bunga hujjat qilib payg'ambar sollallohu alayhi va sallam o'zlarining muborak hadislarida kimni qalbida zarra miqdoricha iymoni bo'lsa, bu do'zaxda qolmaydi deb marhamat qilganlar. Buni Mustafa Alloyor bobomiz rahimahulloh aytadilar. Agar iymon nasib etsa kishiga berur ujra ani hub ishiga deydilar. Agar Alloh subhanahu va taolo bir kishiga iymonni bergan bo'lsa, uni bir har bitta ajrli ishlariga, savobli ishlariga inshaalloh chiroyli mukofotlarni beradi deydilar. Va orqasida aytadilar, agar chandiki kaboir qilsa behad tamuqda qolmas, iymonliq muabbad deydilar. Ya'ni agar u katta gunohlarni behisob qilgan bo'lsa ham do'zaxda abadiy qolib ketmaydi deydilar. Va Alloh subhanahu va taoloning o'zini fazli ekan. Alloh taolo o'zini bandalarini gunohini kechiraman desa, fazliga olib xohlagan bandasini xohlagan gunohidan kechirib oladi. Agar adliga olsa, uni iqobga oladi, uni azoblaydi, uni jazolaydi. Mana bu bizning e'tiqodimiz bo'ladi. Shuning uchun biz Alloh subhanahu va taoloning rahmatidan umid qilamiz. Barcha mu'min kishiga, barcha musulmon kishi la ilaha illalloh degan kishini jannatiy bo'lishligini va xossatan Rasulimiz sallallohu alayhi vasallamni muborak shafoatlaridan, ulamolarimizni bizga beradigan chiroyli bir qiyomat kundagi, ya'ni bizga beradigan oqlovlardan umid qilib qolamiz. Alloh subhanahu va taolo barcha o'ziga iymon keltirgan kishilarni jannatiy bandalardan qilsin, iymonlarga yarasha o'zi mukofot va ajrlardan ato qilsin.